Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasi Rabim va Dildora. Bugungi mavzuyimiz boshlang'ich sinflarda jamoani shakllantirishning istiqbol rejalari va yo'llari. Jamoat tushunchasi va uning ahamiyati. Yagona maqsad. Jamoa umumiy maqsadga erishish uchun birlashgan shaxslar guruhi. Ijtimoiy ko'nikmalar. Boshlang'ich sinflarda jamoa shakllantirish o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Hurmat va hamkorlik. Kuchli jamoa o'quvchilarda o'zaro hurmat va mustahkam hamkorlikni o'rgatadi. Jamoani shakllantirishning asosiy yo'llari: o'zaro ishonch, o'yinlar va guruh mashg'ulotlari orqali ishonchni oshirish, mas'uliyatni taqsimlash, guruh ichida aniq rollarni berish va mas'uliyatni his etishni rivojlantirish, ochiq muloqot, fikr almashish va sog'lom muloqot uchun qulay muhit yaratish. Jamoa kuchli boshlanish. Pedagogik yondashuvlar. Differensial yondashuv. Har bir bolaning qobiliyati va ehtiyojlariga mos vazifalar taqdim etish. Ijobiy rag'batlantirish, muvaffaqiyatlarni e'tirof etish va birgalikda nishonlash madaniyatini shakllantirish. Konfliktlarni hal qilish, o'quvchilarga kelishmovchiliklarni konstruktiv tarzda yechish ko'nikmalarini o'rgatish. Texnologiyalar yordamida rivojlantirish, raqamli hamkorlik, onlayn platformalar orqali o'quvchilarni birlashtirish, interaktiv guruh loyihalari va virtual taxtalar, masalan, Bebbo ilovasi orqali ota-onalar hamkorligi, raqamli vositalar jamoaviy ishlarni yanada samarali qiladi. Ota-onalar va jamiyatning roli. Ota-onalar muloqoti, maktab va oila o'rtasidagi muntazam va ochiq hamkorlikni yo'lga qo'yish, mahalliy tadbirlar, mahalliy jamoalar bilan birgalikda ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlovchi tadbirlar tashkil etish. Tashqi faoliyatlar. Sinfdan tashqarida jamoa ruhini mustahkamlovchi faoliyatga jalb qilish. Amaliy misol: Jizzax boshlang'ich sinf jamoasi. O'qituvchi Qayumov Asqarbekning innovatsion metodlar sinfiga ijtimoiy muhitni tubdan yaxshiladi. Metod: doimiy guruh o'yinlari va loyihalarni qo'llash. Natija: o'quvchilar o'zaro yordam va javobgarlikni o'rganadi. Ikkinchisi, sinfdagi umumiy faollik va ta'lim samaradorligi oshadi. Istiqbol rejalari va takliflar. Maxsus o'quv dasturlari, jamoani shakllantirishga qaratilgan maxsus modullarni ta'lim jarayoniga joriy etish. Pedagogik malakasini oshirish. O'qituvchilarni muntazam ravishda jamoaviy ishlash metodikasi bo'yicha kurslarga jalb qilish. Raqamli vositalar tatbig'i. Jamoaviy ta'lim uchun zamonaviy raqamli vositalardan kengroq foydalanish. Ota-onalar bilan hamkorlik, sinflar va uy vazifalarida ota-onalarni faol ishtirok etishga undash. Xulosa: kuchli jamoa muvaffaqiyat kaliti. Shaxsiy rivojlanish. Jamoa bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. Umumiy mas'uliyat. Har bir o'qituvchi va ota-ona bu jarayonda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ta'lim sifati. Zamonaviy yondashuvlar va hamkorlik orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.